Assalomu alaykum. Videoni boshlashdan oldin aytib o'tishim lozimki, kanalga obuna bo'ling va videoni anime hamda manhva va manga muxlisi bo'lgan do'stlaringiz bilan ulashing. Chunki eng yaxshi hikoyalar yolg'iz tomosha qilinmaydi. Biz esa videoni boshladik. Yomg'ir chodirning ustiga shiddat bilan urilardi. Tashqarida bir to'da olik jonzot devorday ko'tarilib kelardi. Shu yomg'ir ichida kimdir eshikni mushtlab, yalinib yolvorib ichkariga kiritilishini so'rardi. "Men Zong Hangman, eshikni oching", deb qichqirdi u. Ichkaridagilarning hammasi qotib qolgan edi. Uch yigit eshikni ost tanalari bilan to'sib, nima qilishni bilmay turishardi. Shunda sargish sochli bir qiz o'rnidan turib baqirdi: "Eshikni oching. U bizning sinfdoshimiz, uni tashlab ketolmaymiz. Men sinf rahbariman, biror narsa bo'lsa, javobgarlikni o'z zimmamga olaman." Yigitlardan biri uning allaqachon tishlangan bo'lishi mumkinligini aytdi, lekin qizning qat'iyatini hech narsa sindira olmadi. Shunda o'sha yigit tishlarini gijirlatib, yubaga o'girilib dedi: "Eshikni ochaman, Zong kirishi bilan darrov yopasan, eshitdingmi?" U yobay javob berishga ham vaqt qoldirmay sanay boshladi. 3, 2, 1. Eshik ochilishi bilan hamma narsa bir zumda o'zgarib ketdi. Yobayni yonidagi aylangan yigit turtib yubordi. Xona qichqiriq va vahimaga to'ldi. "Qahramon, yobay infeksiyalangan", deb baqirdi. Sargish qiz qochishga urindi. Odamlar har tomonga tarqalishdi. Qahramon tishlashni to'sish uchun qo'lini ko'tardi va tishlar uning qo'liga sanchildi. Og'riq butun vujudini qamrab oldi. Shu zahotiyoq xotiralar uning miyasiga to'lib toshdi. O'sha la'nati kun, uning qo'lidan ayrilgan kuni. O'shanda maxluqlar hamma joyini bosib olgan, shahar qulagan, dunyo tugagan edi. Ko'z oldida qalpoqli bir kishi "Ishonchingiz komilmi?" deb so'rardi. Bir shifokor esa jonsiz kuzatib turardi. Faqat ikkita tanlov qoldi, deyishdi ular va tugmani bosishdi. Yay shu zahoti eshik ochilishidan bir zum oldin qaytib keldi. Bir qo'li bilan butun bir apokalipsisdan omon chiqqan odam endi eng boshiga qaytgan edi. Tashqarida Zong yana eshikni taqillatardi. Ruhi esa yana boshqalarga baqirib, eshikni ochishni talab qilardi. "Biz sinfdoshlarimizni tashlab ketmaymiz", dedi u qat'iy ohangda. Yay unga tikilib qaradi. Qiz avvalgidan ham yoshroq, hamon o'sha jahldor va ishonchli edi. Yay o'ziga o'zi kuldi, reja ishladi. U hammasini o'zgartirish uchun qaytgan edi. "Aytchi, Ruhi", dedi Yay ohista. "Agar Zong tishlangan bo'lsa-chi, unda nima qilasan?" Ruhi darrov javob qaytardi. "Hech kim uning tishlanganini ko'rmadi. Hech qanday dalil yo'q. Men sinf rahbariman, javobgarlikni o'z zimmamga olaman." Yibe ingichka kulib qo'ydi. "Mayli, unda eshikni o'zing och." Ruhi qotib qoldi. Boshqa qizlar Yayga hayrat bilan boqishdi. Ruhi unga "Sen haqiqiy erkak emassan, ayolga ish qildiryapsan", deb baqirdi. Lekin Yibe sovuqqonlik bilan javob qaytardi: "Hech narsa xavf ostida bo'lmaganda vaz qilish oson, bilasanmi? Sen shunchaki 200lamachisan." Ruhi jahl bilan "Jim bo'l", deb baqirdi va o'zi qo'rqmasligini, ularning hammasi qo'rqoq ekanligini aytib, eshik tugmachasini burdi. Eshik ochilishi bilan Jang Hang ichkariga qulab tushdi. Lekin u allaqachon aylangan edi. Endi tartibsizlik avjiga chiqdi. Hamma qochardi, qichqirardi, yiqilardi. Ruhi dahshat ichida orqaga chekindi. Lekin Yay o'z o'rnida turib, voqealarni kuzatdi. So'ng u bir qadam tashladi va ruhini to'g'ri aylangan Jang Hang tomon tepdi. Zombi qizni belidan ushlab oldi. Tishlari uning quloqiga yetib bordi. O'sha lahzada kimdir zombining boshiga pensa sanchidi. Bosh suyagi yorilib, qon hamma yoqqa sachraydi. Yay sovuq tabassum bilan tomosha qilardi. Ruhi tashqariga dumalab chiqdi, jasad bilan chirmashib. U Yayga yalinib qaradi. "Qutqar meni." Yay esa shunchaki eshikni oldi va uning ko'z o'ngida sekin yopdi. Qulf eshitildi. "Nega eshikni yopmadingiz?" deb so'radi u qolganlarga xotirjam ovozda. Hech kim javob bera olmadi. Ichkaridagilar tezda barrikada qurishga tushdi. Mebellar, qutilar, narvon, topgan hamma narsani sudrab kelib to'sishdi. Tashqarida Ruhi uraverib, yordam yolvorardi, lekin hech kim unga quloq solmadi. Uning ovozi sekin-sekin ochdi, so'ng butunlay yo'qoldi. Xonadagi kayfiyat og'ir edi. Hamma Yaydan qo'rqardi, chunki u ilgari mehribon va yumshoq odam edi. Endi esa uning nigohida muzday sovuqlik bor edi. "Nega hammangiz mendan qo'rqibsiz?" deb so'radi u. Ular tezda "Yo'q, hech qanday qo'rquv yo'q", deyishdi. Hatto sargish yigit unga rahmat aytdi. "Agar siz ruhini tepmaganida, men oja bo'lib tashqariga chiqarilgan bo'lardim." Asta-sekin odamlar ruhini yomonlasha boshlashdi. Xudbin, iflos, o'zini o'ylaydigan, hammaga xiyonat qiladigan. Yay esa jilmayib qo'ydi va dedi: "Juda jasur ekansizlar. Keling eshikni ochaylik. Men tashqariga chiqib bir aylanib kelaman." Hamma hayratda qoldi. "Nega tashqariga chiqasan? U yerda zombilar bor." Yay yelka qisdi. "Balki ruhini tepish haddan oshgandir. Uning ahvolini ko'rib kelaman." Ularning e'tiroziga qaramay, Yay eshikni ochdi va dalaga chiqdi. Tong yorug'i atrofni yoritib turardi. Roksidan, Zang Hangdan yoki zombilardan hech qanday asar yo'q edi. U bir necha qadam tashladi.
keyin orqasidan eshikning qattiq yopilganini eshitdi. Ichkaridagilar aqldan ozgan qotil deb uni qayta kiritmasliklarini baqirishdi. Yay esa orqasiga qaramay xotirjam yurib ketdi. U kampusni kesib o'tarkan, odamlar yashirincha derazalardan unga qarab shivirlashardi. Ba'zilar bu bola qo'rqmas deyishardi, boshqalar esa yolg'iz tashqarida yuradi, demak xavfli deyishardi. Yay ularga ahamiyat bermasdan park tomon yo'l oldi. Parkda zombilar harakatsiz turishardi. U ularning yonidan o'tib ketdi. Orqasiga o'girilgach, hamma birdan harakatga keldi. Bir zumda hamma narsa o'zgarib ketdi. Birinchi zombi bosh suyaga ezilib yiqildi. Ikkinchisi yer bilan opishdi. Uchinchisi qattiq zarbadan oldi. Tomosha qilayotgan chol, bu bola qayerdan topadi bunday asabni deb goldiradi. Yay esa nafasini rostlab, marvaridga o'xshash kichkina toshni topdi. Bu energiya toshi, apokalipsisning manbai va undan omon qolish kaliti edi. Atrofdan yana qadam ovozlari keldi. Eski bir zombi unga qarab gandirakladi. Yay unga qarshi yugurdi va bir necha soniyada uni ham yerga urdi. Ichkaridagilardan bir qiz qusmoqchi bo'ldi. Sargish yigit esa bu u tanigan qo'rqoqning o'zi ekanligiga ishona olmay, qanday qilib u butunlay o'zgarib ketganini tushuna olmay qotib qoldi. Odamlar shivirlashardi. U go'yo o'zini boshqacha tutayotgandir. Hech kim bir kechada bunday o'zgarmaydi. Bir yigit uni qayta kiritishni taklif qildi, chunki u kuchli va zombilarni oldira oladi. Lekin boshqalar uni jinni deb atab, keyingi oldirishi ular bo'lishi mumkinligini aytishdi. Shu payt oyna birdan sinib ketdi va ya ichkariga qarab, hali ichkaridamisizlar? Tashqariga chiqinglar, zombi oldirish juda qiziq deb tirjaydi. Ular titrayotgan edi. Keyin kimdir uning orqasida bir zombi borligini aytib chinqirib yubordi. Zombi hujum qildi, lekin Yay vahimaga tushmadi. U orqasiga qarab, oyog'ini ko'tarib zombini to'g'ri ko'kragiga tepdi. So'ng asbobini yana ushlab, zombining jagini sindirdi va zombi yiqildi. Guruh ichkaridan muzlab qarab turishardi. Yay yuzidagi qonni artdi va bu narsa yuqadimi yo'qmi bilmayman. Men sizlar bilan qolishni xohlardim, lekin bu juda xavfli, hech kimga zarar yetkazishni xohlamayman, dedi. Keyin u ketishga o'girilib, umid qilamanki, hammangiz omon qolasiz, dedi. Ular u haqiqatan ham ketayaptimi deb o'ylashdi. U kampusni yolg'iz kesib o'tib, zinapoyaga chiqdi. Aynan shu tarzda boshlandi. Birinchi kun aholining yarmi infeksiyalangan, hukumat, iqtisodiyot, jamiyat yo'qolgan, maxluqlar ko'payib, qo'rquv tezroq tarqalardi. Professor Han buni qorong'u davr deb atagan edi. O'tgan hayotida u o'sha birinchi kuni omon qolish uchun oz qolini kesib tashlagan. Keyin 15 yil ochlik va qiynoq bo'lgan. Toki mekanik bilan uchrashguncha uni orqaga yuborgan odam bilan. Hozir u bombosh ko'chalar xotirjam yurib ketardi. Odamlar yashiringan joylardan qarab, ba'zilari uni qo'rqmas deb, boshqalari esa yolg'iz tashqarida yurgani uchun xavfli deb o'ylashardi. U ularga e'tibor bermay, park tomon yo'l oldi. Parkda zombilar tarqalib, qimirlamay turishardi. U orqasiga o'girilgunicha ular reaksiya bermadilar, keyin esa hujum qilishdi. Bir tomoshabin bolaning olganini baqirdi. Bir chol esa, bunday dunyoda ovqat izlash aqldan ozish, deb goldiradi. Shunchaki tabassum qiladi. Bir zarba bilan bosh suyaga eziladi, yana biri yiqiladi. Qattiq zarba uchinchisini tugatadi. Tomoshabinlar ishona olmay, u bu asabni qayerdan topgan deb hayron bo'lishadi. Bir parda ortida bir qiz ham tomosha qilib, ertami kechmi, men bu badbasharani oldiraman, deb goldiradi. 3ta oldirishdan keyin Yay og'ir nafas oladi. Keyin qanot ovozini va qushlar tozib ketganini eshitadi. Yana 3 zombi yaqinlashmoqda. Biri unga qarab ormalaydi, Yay yugurib ketadi. Avvalgi shovqin todani tortgan bo'lishi mumkin. Boshqa uydan kimdir ularga to'g'ri yugurayotgan bolalarni masxaralaydi. Yay bir do'konni payqab, eshigini uradi va kameraga qarab, ochinglar, meni quvshyapti, deydi. Ichkaridagi chol bu bema'nilik deb, hech kim tasodifiy bola uchun eshik ochmasligini aytadi. Lekin darvoza baribir ko'tarilib boshlaydi. Bir zombi burchakdan aylanib chiqib sakraydi. Yay uning boshini havoda yoradi. Bir kampir keyingi o'rnida gandiraklaydi. Uni ham yiqitadi. U yarim ochiq darvoza tagiga shongib ichkariga dumalaydi. Zombilar eshikka urilishadi, lekin u hozircha xavfsiz. Joy to'la, hamma yoqda materiallar, kompyuter stoli orqasida mustahkam baza va bir kichkina qiz uni kuzatib turibdi. Qoshni tunuka klub ichida spank durbin bilan kuzatib, bolakay hamma narsani oldiryapti, deydi. Mohovli yigit Broadhair Tentipedagi bir talaba hozirgina 6 ta zombini yolg'iz oldirganini aytadi. Broadhair Tentipede kulib, uning atrofida ayollar chirmashib yotib, unday bo'lsa, men o'ylaganimdan ham zaif ekan. Agar talaba uddalasa, bizda muammo bo'lmaydi, deydi. Do'konga qaytamiz. Yay tabassum qilib, peshtoqqa qarab, chiq, men seni ko'rganman va kalitni uzat, men qulflab qo'yaman, deydi. Jimlik. U xo'rsinib, ingraydi, qo'lini ushlab, yarim yomon, omon qolmasligi mumkin, deydi. Bir qiz peshtoq ortidan chiqib, unga dori tashlaydi. U uning bilagini ushlab, xudo uchun, buni ishqiy hikoyaga aylantirma, deydi. U birovning bolasiga o'xshaydi. Yay unga pultni uzatishini aytib, hech narsa qilmasligiga va'da beradi. U qanday pult deb so'raydi.
edi, garchi u aniq uning qo'lida bo'lsa ham. U oldinga qadam tashlab tortib oladi. U yugurib peshtoq ortiga yashirinadi, kozlarini unga tikadi. U bir tokchani tepib, uni chochitadi va yaradorligimga ishonganing uchun uni ahmoq deb ataydi. Vaqt o'tadi, tashqarida yomg'ir yog'a boshlaydi. U karavotda holdan toygan holda yotibdi. Kichkina qiz uning kesilgan qoliga ehtiyotkorlik bilan bo'glam qo'yadi. Og'riq shiddatli, lekin u chidaydi. Birozdan keyin qiz tugatganini aytadi va u uni qutqargani uchun rahmat aytadi. Qiz birinchi yordam sumkasini yopib, tashqarida juda xavfli ekanligini, otasi unga do'konda qolishni aytganini, u shu yerda dam olishi mumkinligini va keyin ovqat olib kelishini aytib ketadi. U juda mehribon deb o'ylaydi. U eshik taqillatgan har bir uydan faqat uni ichkariga kiritgan, usiz u olgan bo'lardi. Keyin uning old tomonda ba'zi erkaklar nima qilayotganini so'ragan ovozini eshitadi va bu uni o'rnidan turkizadi. Bir guruh do'kon tashqarisida turibdi. Chentipede unga do'stlari uchun eshikni ochgani uchun rahmat aytadi. Asabiylashgan qiz, faqat ovqat kerakmi, deb so'raydi. U tirjaydi. Ha, va endi bu yerdagi hamma narsa unga tegishli. Qiz otasi tez orada qaytib kelishini aytadi. Ular kulishadi va uning otasi allaqachon zombi uchun olja qilib ishlatilganini, endi u yolg'iz. Ular o'yin o'ynashlari mumkinligini aytishadi. Yay soyalarda turib, ular uni oldirishlarini tinglaydi. Ular ovqatni talab, jasadini tashlab, uni ahmoq deb atashadi. Bu uning o'tgan hayoti edi. Bu safar u buni sodir etishiga yo'l qo'ymaydi. Avvalambor, u bu dunyo qanchalik shafqatsiz ekanligini tushunishi kerak, hatto u undan nafratlansa ham. Qiz uning eshigini taqillatadi. U darrov jahl bilan nima uchun uni bezovta qilayotganini so'raydi. Qiz kechirim so'rab, kiyimlarini yuvganini, ular iflos edi deydi. U uning mehribonligidan battar jahli chiqib, ularni tashlab ketishini aytadi. Hijolat bo'lgan qiz rozi bo'ladi. U oziga ozi bunday fe'l bilan u uzoq omon qolmaydi deb o'ylaydi. Shunday bo'lsa ham, issiq dush ajoyib edi. Kelajakda suv ifloslangan bo'ladi. Bunday damlar bo'lmaydi. U yuvinib bo'lgach, do'konda hozircha mol ovqat va toza suv bor. Keyingi qadam asbob va qurollar. U kozguda o'zini kuzatadi. Yosh bo'lish yana ajoyib, bel og'rigi yo'q, oyoqlari yonmaydi. Yoshlik, bu sovga, faqat bir kamchiligi, uning apslari yo'qolgan. U eshikni ochadi va qiz unga kostyum qoldirganini ko'radi. U qattiq baqirib, bunday kiyim bilan zombilarga qarshi qanday jang qilaman, deydi. Tunuka klubda Chentipede oz guruhini yigib, do'konda ovqat va ichimlik bor, lekin uzoqqa bormasligini reja oddiy. Oldidagi zombilarni tozalab, hamma narsani olish va ichkarida yoqimli kichkina qiz bor, oson ish ekanligini aytib, odamlarga oldirishni boshlashni buyuradi. Do'kon tashqarisida zombilar eshikni uraveradi. Ichkarida yay qizni chaqirib, naiv bo'lishni bas qil, nega yolg'izsan, oilang qani, deb so'raydi. Qiz otasi material yig'ishga ketgan va hali qaytmaganligini aytadi. Yay stolni mushtlab, begona odamni shunday ichkariga kiritish bilan ahmoq emisan. Agar men senga zarar yetkazmoqchi bo'lsam, meni qanday to'xtatarding, deb baqiradi. Qo'rqqan qiz uning yarador va qonga belanganligini, uni olimga tashlab keta olmasligini aytadi. U yana baqiradi. Uni quvayotgan mahluqlarni ko'rmadingmi? Bunday fe'l bilan u faqat uni sekinlatadi. Uni oldirib, yukdan qutulish osonroq, lekin yolg'iz bo'lish zerikarli. Bundan buyon u uning har bir buyrug'iga bo'ysunadi. Aks holda uni joyida oldiradi. Tunuka klub guruhi zombilarga qarab harakatlanadi. To'g'rirogi zombilar ularga qarab harakatlanadi. Ular boshlash uchun dadil edilar. Keyin birinchi odam parchalanib ketdi. Ishonch yo'qoldi. Ular bu mahluqlar o'sha talaba oldirganlardan farq qiladimi deb hayron bo'lishadi. Chentipede ularga baqirib, hujum qilishlarini yoki o'zi oldirishini aytadi. Bir yigit qochib, zombi qo'lida olish Chentipedening qo'lida olishdan yaxshiroq deb baqiradi. Chentipede uni sochidan ushlab, to'g'ri to'daga otadi. Tilagi qabul bo'ladi. Odam chinqirib, buni qanday qila olasan, deb so'raydi va keyin yutib yuboriladi. Qolganlari yaqin atrofdagi zombilarni tugatishga urinadi, lekin ko'proq kelishda davom etadi. Chentipede juda ko'p ekanligini, ular qo'zg'atgan to'da to'xtamasligini va ular qochishlari kerakligini tushunadi. Do'konda tinchlik. Kichkina qiz yayga bir piyola ramen olib keladi. Uni u uchun tayyorlagan, shuningdek u so'ragan issiq suvni ham olib keladi. U unga yetarli, ket, agar men chaqirmasam, xonamga kirmasliging kerak, deydi. Qiz bosh irgab eshikni yopadi. U noodli tayyorlab darhol yeydi. Och qolgan edi. Bir tishlab tirjaydi. Yaxshi ekan. Tashqarida Chentipede do'kon eshigida osilib, pastdagi zombilardan qochishga urinadi. Yay issiq suv shishasi bilan oldinga qadam tashlaydi. Chentipede nima qilayotganini so'raydi. Yay qopqoqni burab, uning qoliga suv quyadi. Teri darhol qizarib, qabariqlar ko'tariladi. Chentipede uvillaydi, lekin qo'yib yuborishga jur'at eta olmaydi, chunki u to'g'ri to'daga qulaydi. Yordam so'rab, birovni oldirish bilan tahdid qiladi. Yayt ahmoq, deydi. Shu payt kimdir uning yengidan tortadi. Kichkina qiz. U unga to'xtating. U odam
odamni ichkariga kiritish kerak, unga zarar yetkazmang, deydi. Yay qotib qoladi. U qizga yuqoriga chiqmasligini aytgan edi. Qiz turib oladi. Otam har doim boshqalarga zarar yetkazmaslik kerak degan, deydi. Yay uni bir zum kuzatib, u ichkariga kirib seni oldirishdan qo'rqmayapsanmi, deb so'raydi. Chentipedi qasamyod qiladi. U faqat och ekanligini, tashqarida zombilar bilan oralganini, boradigan joyi yo'qligini aytadi. Yay tilini qisib qo'yadi. U uni tepib, todaga tashlashni rejalashtirgan edi. Lekin uning ko'zi stol ustidagi quti pichog'iga tushadi. Ular Chentipedi ichkariga kiritishadi. U qizga shirin rahmat aytadi. Keyin, endi bu mening hududim. Kim itoatsizlik qilsa oladi, deb e'lon qiladi. Qiz xatosini tushunadi. Tunuka klubda tartibsizlik, omon qolganlar eshikni tosishadi, zombilar esa unga uraveradi. Bir kal boshli odam Chentipedini bu tartibsizlikka tortgani uchun la'natlaydi. Qizlar chinqiradi. Yog'och eshik uzoq ushlab turmaydi. Kal boshli odam eshikni tosishga yordam chaqiradi, lekin ularga qarab, og'zi qochishni o'ylaydi. Ular olsa, undan yaxshi. Do'konda Chentipedi Yay bilan yuzma-yuz. U qizga yoqimli, lekin agar oldirmayman deb o'ylasang ahmoqsan. Baribir meni ichkariga kiritganing uchun bir imkoniyat beraman. Qulim bo'lishing mumkin, deydi. Keyin Yayga o'girilib, avval qolini kuydirgan badbashara bilan shug'ullanishini va uni azobda qoldirishni rejalashtirayotganini aytadi. Yay hech narsa demaydi. Quti pichog'i uning qo'lida. Qiz yolvoradi. Bu do'kon ularning oilasiniki. Pasta shokolad, snacklar, hamma uchun yetarli ovqat bor. Bir zum jimlik, u tabassum qiladi. Umid qiladiki, hamma baham ko'rib, tinch yashashi mumkin. Chentipedi jahli chiqib, meni masxara qilyapsanmi, deb unga hujum qiladi. Pichoq yaltiraydi. Yarim soniya ichida Yay Chentipedining yarador qo'lini kesib o'tadi. Chentipedi chinqiradi. Yay pichog'ini teskari ushlab, yana yaqinlashadi. Chentipedi kattaroq, u zarba bilan Yayning qorniga tepadi. Yay orqaga uchadi. Qiz u bilan birga yiqilib, qonay boshlaydi. Yay o'rnidan turib, unga qarab yuradi. Chentipedi birinchi marta kimdir meni buncha jahlimni chiqardi, deb istehzo qiladi. Bir tepki bilan Yay qovurgalarining sinishini his qiladi. Chentipedi uning oyog'ini tepa boshlaydi. O'g'riq uni parchalaydi. O'sha zombini qanday oson oldirding? Ayt, deb talab qiladi Chentipedi. Yay aytmasam, olasan, deydi. Tepish davom etadi. U oxiri Yay gapirishni aytadi. Qiz shunchaki tomosha qiladi. Yay buni sodir bo'lishga yo'l qo'yadi. U qiz bu dunyo aslida nima ekanligini ko'rishni xohlaydi, lekin buning narxi baland. Nihoyat u to'xtat, tushuntirib beraman, deb nafas oladi. Chentipedi shoshil, agar ko'maklashsang, olimni oson qilaman, deydi. Yay uning yuziga qon tupurdi. Noto'g'ri harakat. Chentipedi uni devorga urib, yana tepadi. Uni tepib, jagiga musht tushiradi va ol, deydi. Bu saboq qo'ldan ketayotgan edi. Keyin hamma narsa o'zgaradi. Kichkina qiz birdan hujum qilib, Chentipedining bo'yniga zarba beradi. U jahl bilan o'girilib, nima qilyapsan, deb uni qattiq itaradi. Qiz yerga uriladi. U quti pichog'ini olib, ikkalangiz ham olasiz, deb bokiradi. Lekin vaqt tugadi. Yay bir tayoq bilan uning bo'ynining orqasiga uradi. Chentipedi yiqiladi. Yay zo'rga turgani. Qiz polga tarqalayotgan qizil rangga tikilib, men uni oldirdimmi, deb so'raydi. Yay qo'lini uning yelkasiga qo'yib, u qilishi kerak bo'lgan narsani qilganini, bu odam yovuz ekanligini aytadi. Sarosimaga tushgan qiz nega unga shuncha qattiq muomala qilganini so'raydi. Axir u faqat yordam bermoqchi edi. Yay unga Chentipedi olmaganligini aytadi. Qizning yuzi yorishadi. Unday bo'lsa, uni qutqarishimiz kerak, deydi. Yay uni chetga itarib, xonadan sudrab chiqarib, aql bovar qilmas darajada sodda, deb ataydi va eshikni taqillatib yopadi. U uni aqldan ozdiradi. Endi bu badbashara uning xonasini ham buzib tashlagan edi. U Chentipedini oyog'idan ushlab, derazagacha sudraydi va bir tepki bilan jasadni axlatdek ko'chaga tashlaydi. Zombilar to'planib, ziyofat boshlanadi. Chentipedi hozirgina nima bo'layotganini tushunib uyg'onadi. Tashqarida Yay uning oyoq-qo'llarini avval kesmagan omadli edi, deb goldiradi. Bir shovqin uning e'tiborini tortadi. Ko'chaning narigi tomonida bir yigit binoda osilib, pastdagi zombilardan qochishga urinmoqda. U sirpanib, titrab, uni yolg'iz qoldirishlarini yalinib so'raydi. Yay ichkarida boshqa tirik odam bormi, deb baqiradi. Yigit uning oxirgisi ekanligini, ular eshikni kimdir qo'yib yuborguncha ushlab turishganini, zombilar ichkariga kirganini va hamma olganini aytadi. U do'konga qo'shilishni yalinib so'raydi. Yay rad etadi va agar tezda harakat qilmasa, yerdagi odamga o'xshab qolishini aytadi. Omon qolgan pastga qarab, Chentipedining yelayotganini ko'radi. Yutinib, asabini yigib, keyingi chekkaga sakraydi va parkovchidek harakat qilib, panjarada muvozanatlab, uning bo'ylab yuguradi. Yay tomosha qiladi. Zombilar Tunuka klub guruhini tugatmagandan deyarli hafsalasi pir bo'ladi. Vaqt o'tadi. Toda hali ham tashqarida, oyna singan. Yay yotoqxona eshigini ochadi. Kichkina qiz hali ham o'sha yerda. Yuvinishga ket, demadimmi, deb qichqiradi. U qiz ichkariga qaraydi. Jasad yo'q. Tikilma, u pastda, deydi Yay. Qiz ikkilanib, u qochib ketdimi, deb so'raydi. Yay unga, u odamni tashlaganimdan keyin faqat Xudo omon qolgan bo'lardi, deydi. Qiz xafa bo'lib pastga qaraydi.
nega uni bunday oldirding? Yomon odamlar ham o'zgarishi mumkin-ku. Yay uning tepasida eshikni taqillatib yopib, shunchalik tushunmayapsanmi? Apokalipsisdagi hamma narsadan keyin u baribir seni oldirishga harakat qilardi, deydi. Qiz apokalipsis sozini u aqldan ozgandek takrorlab, u nima gapirayotganini bilmasligini aytadi. Yay ketadi, bahslashishning ma'nosi yo'q, yana dush qabul qilsa ham bo'ladi. Qiz gapirishda turib olib, 2 qadam tashlaydi va yiqiladi. Yay uni oz vaqtida ushlaydi, karavotga olib boradi, tishlash izlari borligini tekshiradi. Yo'q, ehtimol isitma. Bu yerda bir joyda dori bo'lishi kerak. Shuning uchun u boshidanoq zaif ko'rinardi. U bir quti topadi, dorining tepasida pushti daftar yotibdi. U varaqlaydi, bu donor ro'yxati va tibbiy yozuv. U parchalarni birlashtiradi. Yoyu 14 yoshda leykemiya. U uning ko'ylagini biroz ko'tarib, terisiga yoyilgan bo'g'lamlarni payqaydi. Juda ko'p punksion izlari bor. U transfuziya qabul qilib kelgan. Kichkina qiz odamlarga yordam berishga buncha tayyor bo'lishining sababi ham shudir. U ularning mehribonligi evaziga yashab kelgan, lekin u qutqarmoqchi bo'lgan dunyo allaqachon yo'q bo'lgan. Yay cho'ntagini tekshiradi. Apokalipsis essensiyalari hali ham o'sha yerda. U bular bunday narsaga yordam beradimi yoki yo'qligini bilmas edi. Tun tushdi, ko'chalar zombi bilan to'lgan, lekin hamma joy jim edi. Tongda ular qimirlamay, quyoshga qarab turishardi. Go'yo nimadir ularning diqqatini tortgandek. Keyinroq Yablestol ustida muzlab uyg'onadi. Uxlab qolgan bo'lishi kerak. U kozlar unga tikilganini his qiladi. Yevyar eshik ortida turibdi. U allaqachon turgan. Yay undan o'zini yaxshi his qilayotganini so'raydi. Qiz ikkilanadi, javob berishga ulgurmay, Yay unga kofe tayyorlashni aytadi. Qiz o'girilganida Yay uni to'xtatib, asbob va ovqat joylashni buyuradi. Ular uning otasini qidirishga borishadi. Qiz ko'zlarini pirpiratadi. Ular haqiqatan ham buni qilishyaptimi? Ha, deydi Yay, uning otasi material yigishga chiqqan. Uni o'sha yerda tashlab keta olmaymiz. Qiz e'tiroz bildiradi. Otasi unga joyida qolishni, yaxshi qiz bo'lishni va uni qidirib bormaslikni aytgan edi. Yay undan qancha vaqt ketganini so'raydi. Kamida 3 kun. Odatda qancha vaqt ketadi? Yarim kun. U holda oila, deydi Yay, nega u qaytib kelmagan? Qiz uning 3 kun oldin uyga ketayotganini baqirganini va o'shandan beri hech qanday xabar yo'qligini aytadi. Yay bosim o'tkazadi. Boshqa so'z bormidi? U tishlangan bo'lishi, bir joyda qamalib, yordam kutayotgan bo'lishi mumkin. Unda harakat qilish kerak emasmi? Qiz boshini egib, otasi nima bo'lganda ham uni tashlab ketmasligini aytganini eslaydi. Yay jahli chiqib, uni ahmoq deb ataydi. Nega u jinoyatchini qutqarishga tayyor edi, lekin o'z otasini qutqarishga urinmaydi? U bu munozara emasligini aniq aytadi. U qizni oldirib, yolg'iz borishi mumkin, lekin qiz uni qutqargan. Shuning uchun otasini topish bu qarzni qaytarishdir. Yiglashni bas qil, narsalaringni ol, ketyapmiz. Qiz yugurib ketadi, zinadan yiqilib tushay deydi. Bunday suhbatlar uni charchatadi. Tashqarida shahar xarobalar ichida yotibdi. Zombilar hali ham osmonga qarab turishibdi. Keyin dvigatel ovozi eshitiladi. Bir jip ularning orqasidan ko'cha bo'ylab keladi. Bu zombilar haqiqatan ham harakatlanayotgan mashinani qo'llari bilan to'xtata olaman deb o'ylashadi. Ha, bunga omad. Ular kapotni ushlab chetga uloqtirilishadi. Do'konga qaytib, eBay ovqat yig'ishtirmoqda. Ketishga tayyorlanmoqda. U yo tomonga qarab, nima yashirinyapsan? Narsalaringni tayyorladingmi? deb so'raydi. Qiz kichkina va ma'yus ko'rinadi. Va nima kiyib olgansan? Bazmga ketayotganimiz yo'q. U bu gapni tashlab, lahza nootli qani deb so'raydi. Qiz uzatadi. U nootli yeydi va do'konni kuzatadi, reja tuzadi. Eshik ochilishi bilan u zombilarni tozalashi, ishlaydigan mashina topishi va keyin uni mashinaga o'tkazish kerak. Uning o'ylamasdan biror nima qilishiga yo'l qo'ymaslik lozim. Eng qiyin qismi shu bo'ladi. Qiz achchiq tayoqchalarni kemirmoqda. Yay undan bitta so'raydi. Qiz to'xtovsiz tanbeh yeganidan beri hali ham tushkunlikda. Shu payt kimdir yaqinlashadi. Keyingi soniyada hamma narsa ichkariga qarab portlaydi. Javonlar qulaydi. Parchalar uchadi. Zilzila deb goldiradi Yay. Yo'q, bir mashina do'konning yarmigacha kirib kelgan. Eshik ochiladi. Harbiy kiyimdagi kalta, tola odam kulib chiqadi. O'zini omadli deb do'kon topgandan xursand. U bir zombini tepib chetga surib, yaxshi zombi, olik zombi deydi. U do'konga sayr qilib kiradi. Ko'zlari snaklarda porlaydi. Cho'kkalab lablarini yalaydi. Boylik. Shahar markazi bombosh edi. Shuning uchun bu tashlandiq ko'chani sinab ko'rgan. Ko'rinishdan foydasi teg. Bir quti pichog'i ko'rinadi. Tashla, deydi Yay. Oldin kirgan oxirgi hasharot bilan ish ko'rganman, ikkilanmayman. Tola yigit tez reaksiya qiladi. Snaklarni Yayning yuziga otadi. Yay ko'zini pirpiratadi. Yigit qoliga nima kelsa olib, mashinaga yugurib boradi va eshikni qarsillatib yopadi. Yay darhol oynada paydo bo'ladi. Haqir chochqa ol. Pichoq yaqinlashadi. Taslim bo'ldim, deb pichirlaydi yigit. Shu payt yo yuru eBayga odamlarni oldirishni bas qilishini aytadi. Ikkala erkak ham unga tikiladi. Qiz do'konga yetkazilgan zararni kim to'laydi deb mashaqqat bilan tushuntiradi. Yay uni kuzatadi. Tola yigit titraydi. Yayni
uning yuzida sekin jilmayish tarqaladi. U haq. U yigitga mashina zararni qoplashini aytadi. Keyin yo narsalarni olishni buyuradi. Ketyaptilar. Qiz rozi bo'lib, keyin qotib qoladi. Mashinaning urilishi todani tortgan. Ko'cha bo'ylab zombilar oqib kelmoqda. Tola yigit vahimaga tushadi. U bir todani oldirgan edi. Nega yana ko'p? Yao mashinaga sakraydi. Eshiklar yopiladi. Tasmani bo'klang deb baqiradi haydovchi. U gazni bosadi. Zombilar yon tomonlarga yopishadi. Mashina oldinga borib, yo'lidagi hamma narsani ezib ketadi. U ko'chalarni xuddi jangari filmdagidek yirtib otadi. Hatto burchaklarda Fast and Furious'dagidek drift qiladi. To'g'ri hayda deb ogohlantiradi. Yay, boyingni kesaman. Haydovchi zombilarni tozalashlari kerakligini, aks holda ota olmasligini aytadi. Yabay unga quloq solmaydi. Yo, otang qayerga ketayotgan edi? Fodong supermarket deb javob beradi qiz. Oxirgi qo'ng'iroqda shunday dedi. Haydovchi u joy doim gavjum, hozir zombi bilan tolgan bo'lsa kerak deb ingraydi. Yiglashni bas qil, deydi Yabay. Hayda, aks holda o'sha yerda olasan. Ular nihoyat todadan qutulishadi. Tola yigit orqasiga qarab zerikarli bo'lsa, musiqa qo'yaman deydi. Yo'lda nihoyat tinchlanadi. Bir zombi ko'chada yotibdi. Qo'lida hali ham bir shoxcha. Jip yaqinlashganda u qo'lini ko'taradi. Tola haydovchi sekinlashmaydi. Uni kozini pirpiratmay bosib o'tadi. U baland ovozda musiqa qo'yib, konfet chaynaydi. Oldidagi hamma narsani ezib ketmoqda. Hayotida birinchi marta rohatlanayotgani aniq. Pastroq qil, deydi Yay, dam olmoqchiman. Boshashtiring, deb javob beradi haydovchi. Bu mashina mustahkam. Yabay quti pichogini ko'taradi. Quloq solmayapsan. Haydovchi tormozni bosadi. To'xta demadim, deydi Yabay. Shovqinni to'xtat, dedim. Haydovchi yutinadi. Benzimiz tugadi. Ikkala Yabay va Yo umidsizlik bilan baqirishadi. Haydovchi uzr so'raydi. Yaqinda benzin stansiyasi yo'qligini unutib qo'yganini aytadi va og'ziga nima tursa tashlay boshlaydi. Olayotgan bo'lsam, toq olaman. Yo tashqaridan bir ovoz eshitadi. Uning oynasida ulkan bir zombi ko'rinadi. Ular bir bog yonida to'xtab qolishgan. Bir toda yaqinlasha boshlaydi. Mashina chidasa ham ular qamalib qolishadi. Keyin Yabay o'rindiq orqasida bir machete payqaydi. Zombilar oynalarga uriladi. Birdan bir eshik uchib ochiladi. Munchalari uzilib, Yabay xotirjam tashqariga chiqadi. Bir zombi hujum qiladi. Machete yaltiraydi. Bittasi yiqildi. Ichkarida Yo titraydi. Yabay tirjaydi. Yaxshi qirra. Yana bir zombi yaqinlashadi. Bunday havaskorlar uchun bu yetarli. Yana bir zarba, yana biri yiqiladi. Yana ikkitasi keladi. U birini ko'kragiga tepib, buriladi va ikkinchisini urib yiqitadi. Haydovchi hayratda qotib qoladi. Yo yer ham ishonolmay tikiladi. Yana bitta kattasi yiqiladi. Yabay pichoqni mashinaga taqillatadi. Chiq. Haydovchi bosh chayqaydi. Ichkarida qolsang baribir olasan, deydi Yabay. Atrofda boshqa mashinalar bor. Benzin olsak bo'ladi. Yabay zombilarni oldirganda haydovchining vazifasi benzin topish. O'sha qo'shiq aytgandan keyin u mashinalardan yaxshiroq tushunish kerak. Yabay Yayirga ichkarida qol, juda xavfli deydi. Keyin haydovchiga ergashishni imo qiladi. Yigit ikkilanadi, bir oz vaqt kerakligini aytadi. Lekin juda kech, Yab yana bir zombi oldirgan. Hech qanday qo'rquv yo'q. U yana birini kesib, harakatlan deb qaytib qo'ng'iroq qiladi. Haydovchi to'satdan yuk mashinasining orqasida benzin ballonlari borligini eslab, Yabni yonida saqlash arziydi deb o'ylay boshlaydi. Yabay yana bir zombi oldirib, "Hozir nima deding?" deb so'raydi. Haydovchi hayratdan duduqlanib, "Hech narsa", deydi. Agar bir oz kutsa, bakni toldirishi mumkin. "Keyin", deydi Yab, "avval yordaming kerak." U kaftini ochadi, ichida yashil marvarid. "Bular zombi miyasidan chiqadi. Men oldirganimda sen yigib tur." Haydovchi rangi oqaradi. Hech qachon bunday narsa qilmagan. "Oson", deydi Yab, tezda ko'rsatib beradi. "Tushundingmi?" Haydovchi, "Bu jirkanch, mashinada qolganim yaxshiroq", deb qotadi. "Orqaga qaytsang, qiymalab olasan", deb javob beradi Yab. "Qanday qilib pichoqsiz ish qilaman? Qoling bilan." Yab oldinga qadam tashlab, yana bir zombi oldiradi. Haydovchi qattiq yutinib, birinchi jasadga yaqinlashadi. Keyin vahima bosadi. Jipga qaytib yuguradi. Bir asbob oladi va pichirlab duo o'qiydi. "Vaqt yo'q", deydi Yab, "Yigishni boshlang." Haydovchi jasad ustida turib, terlab, "U hali tirik emas, shundaymi?" Tola yigit jasadga musht tushiradi va qazishni boshlaydi. Kichkina yashil kristal uning kaftiga tushadi. Mana bu. U hayrat bilan tikiladi. O'zi kutganidan osonroq. Haqiqatan ham bosh suyagi ichida nimadir bor. U hech qachon inson boshidan bunday narsa chiqishini tasavvur qilmagan edi. "Bular pulga arziydimi?" deb so'raydi. U "Jim bo'l", deb javob beradi Yabay. Yigit yana bir nechtasini cho'ntagiga solib qo'yishni o'ylaydi. Ayni paytda Yab yana bir guruhni urib yiqitadi. Bir muddatdan keyin u "Yetarli, uzoqdagi zombilar bunga arzimaydi", deydi. Bu tana hali mashq qilmagan, kerakligidan qiyinroq. U orqasiga o'giriladi. "Nechta?" Tola yigit "Ko'p", deb yaltiraydi. Deyarli qiziq bo'lib qoldi. "Tozalang, joylang, keyin bakni to'ldiring, harakatlanish vaqti." Yabay Yo'ning ahvolini tekshiradi. Uning ahvoli yomonlashgan. U uning qo'lidan ushlab ismini chaqiradi. Terisi yonayotgandek issiq,
isitma avvalgidan ham baland. U uning sumkasini varaqlaydi. Ular ilgari dori va suv olishgan edi. Tola yigit yaqinlashib, unga nima bo'ldi, deb so'raydi. Jim bo'l, benzin quy. Bir muddatdan keyin isitma biroz pasayadi. Balki mashinada qizib ketgandir, deydi haydovchi. Yaxshilanayotganini so'raydi. Yaxi unga qattiq qaraydi. Ular benzin tugadi deb go'yo vaqt yo'qotishgan. Agar yana biror narsani yashirsa, olgan. Yigit tezda kechirim so'rab, boshqa yolg'on gapirmasligini aytadi. Yor uyg'onadi. Ular haydashda davom etadilar. Bir yo'ldan keyin haydovchi qarab, Yaxining pichoq ishlatishini maqtaydi va ismini so'raydi. Avval o'zingnikini ayt, deydi Yaxi. Hang, shaharda ustaxona yuritaman. Bu yuk mashinasi mijoz ta'mirlashga qoldirgan edi. Apokalipsis boshlangandan keyin qaytib kelmadi. Yaxi, shu payt Hang tormozni bosadi. Mashina skidga qiladi. Yaxi o'rindiqdan ushlab o'zini tiklaydi. Bu nima edi? Yo'l tosilgan. Oldinda butun yo'l bo'ylab yonayotgan mashinalar, hech qanday otish yo'q.